Assalomu alaykum qadrli obunachilar, biz kuzatib borayotgan aka-ukalar, hoji akalar, hojatalar, YouTube ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Hop akalar, bugun hafta kuniga yakshanba, dam olish kuni 2025-yil 11-may. Videolarimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan o'zimning xonadonimdan boshlayapmiz. Ismim Abduqodir akalar. O'zimning qo'ramdan, o'zim chorvamdan olyapman. Inshaalloh buni hozir batafsil ma'lumotini berib sizlarga yetkazamiz inshaalloh. Videoni boshida bittadan chiroyli like bosib qo'ysalaring. Biz videolarimiz boshladik. Xo'p akalar, bugunga 2 dona qo'chqorim bor. Shuni qo'ldan kelgancha men ma'lumotlarni beraman. 2 ta qo'zi qo'chqorim bor, tish yormagan. Bo'ylarini o'lchab ko'rsataman. Mana metr bo'yi yerdan. Mana bo'yi. O'zini bo'yini ko'rib olaverasizlar o'zlaring uchun akalar. Metrda aytmayman. Chunki 1 sm ko'p yo kam etib qo'yishi mumkin. O'lchov yomonlasa. Hop, uzunasiga ham qo'yaylik. Shelkasidan ushlaysiz. Uzunasi uzunroq mana. Uzunasi uzunroq. Umumiy ko'rinishi mana uzoqdan ko'rishadi. Uzoqdan ko'rinishi qo'ydan mashq holatda qo'zi. Bo'ydasini ham ko'rdilaring. Qo'yga qarashiga xudo xolasa garantiya. Yo'qlari. Bu ikkinchi qo'zimiz mana. Ikkinchi qo'zi qo'chqorimiz. U vobshe bechadnasa bu bori. Orqalari o'ta kelishgan buni. Orqa quyrug'i mana tekis beli bilan bir xil. Beli bilan tekisda. Old oyoqlarni qarang. Tushlari. Endi haligi holatiga yarasha bunaqa katta u tirsilab ketmagan. Qulog'i shu 18 pilis 19 atrofida, kallasi kattaligi uchun kichkina ko'rinyapti. Oyoqlari baquvvat tekis. Mana yondan ko'rinishi. Qo'chqorligi. Xudo xolasa chiroyli narsa bu ham, bachkana narsa emas. Ushlab turgan shogirdim. Takana bo'lamasdan navbatchi bo'ladi. Mushbek, obunachilarga nima deysiz? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Inshaalloh zo'r qo'yib turish bo'ladi bu ham. Xudo xolasa. Ham ukam ham shogirdim. Nima desam, ko'taradi aytgan gap yo'q. So'kish eshitadi. Yerkalanadi. Mana akalar qo'chqor. Hozir buni bo'yiga bitta metr ko'rsataman. Xo'p, mana metrni yerdan qo'yamiz. Yerdan qo'lingni qo'ychi. Haligi har xil gap so'z bo'lmasin. Sal ko'tar. Ana shunday. Tekis metr turibdi akalar, ko'rib olaverasizlar. Uzunligi ham qo'yib ko'rsataman. Uzunligi yelkasida. Mana yelkasida. Mana uzunligi ham kvadratda. Xudo xolasa qo'y bellari ham pachka. O'ta pachka mana. Quyruq. Xo'p, akalar, buni ko'p cho'zilgan narxiga keladigan bo'lsak, narxi hop $850 ga qo'zi boradi. Pulini sanab berib qo'yaverasizlar akalar. $850 ga qo'yni tushirib olib, pulini berib qo'yaverasizlar. Sunnatiga savdolashib olaverasizlar akalar. Biz narx aytib qo'yadigan insonmiz. Qimmat arzon degan haligi fikr bo'lmasin. Savdo qilaverasizlar. O'zlaring shablonlaring tushirib akalar. Inshaalloh qo'ylar zo'r. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar akalar.